va salatlarimiz bo'lgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarni yaratib, ularni bir qancha toifalarga bo'ldi. Insonlar, jinlar va boshqa bir mavjudotlar. Shular ichidan siz bilamiz Alloh taolo odam bolasi qilib yaratdi. Bunga bitta alhamdulillah deyishimiz kerak bo'lsa, odam bolalarini ichidan musulmon qilib yaratdi. Bunga bir Allohga hamd aytishimiz kerak. Va mana shu musulmon qilib yaratib turib, mana shu musulmon ummatlar ichidagi eng afzali Muhammad alayhisolatu vassalam degan ummat qilib yaratdi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Va ista'adzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Agar meni bergan ne'matimga shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Agar noshukrlik qiladigan bo'lsanglar, meni azobim qattiq deydi. Alloh taolo mana shu iymon degan ne'matini berib o'ziga hamd sano bo'lsin. Shukrini ado qilib yashaydiganlar bandalardan qilsin Alloh taolo. O'tgan suhbatda sizlar bilan Hud alayhisolamning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va bu qissadan olingan xulosalarimiz shulardan iborat ediki, insonlar har qancha dunyoda boylikka, har qancha kuch-quvvatga, har qancha bir hukmronlikka ega bo'lmasin, baribir ular bir ojiz banda ekanligi biz xulosa olishimiz kerak shu narsani. Chunki Od qavmini Alloh taolo aytdi: "Allati lam yuxlaq mithluha fil bilad." Ya'ni yer yuzida qayta ulardaqa xalqlar, ulardaqa illatlar yaratilgani yo'q. Ularning bo'ylari uzun edi, ranglari oq edi. Yer yuzini obod qilishlikda hech kim obod qilmagan ana bu paytda. Ba'zi mubolag'a rivoyatlarda boyligi shu darajaga yetgan ediki, ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumushdan, bittasi oltindan deb rivoyat qilinadi. Alloh a'lam. 60 metrli odamni g'ishini tasavvur qilishimiz mumkin. Biz har qancha harakat qilmaylik, ular yetgan narsani yarimiga yeta olmaymiz. Lekin Allohning bergan ne'matiga shukrni ado qilmaganligi uchun Alloh taolo ularni qanday vayron qilganligiga mana o'tgan suhbatimizda guvohlik bo'lgan bo'ldik. Abu Dardo roziyallohu anhu hibsga borib o'tgan paytida qavmiga nasihat qiladi. Sizlarga nima bo'ldiki, o'limni o'ylamaysizlar, sizlarga nima bo'ldiki, dunyoni obod qilaman deysizlar, maskanlarni qurasizlar, mol dunyoni to'playsizlar. Allohga qasam, sizlardan bunga o'tganlar deydi. Sizlardan ko'proq orzu havas qilishgan edi. Sizlardan ko'ra kuchliroq qurishgan edi. Sizlardan ko'ra ko'proq dunyoda jamg'arishgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi ulardi. Maskanlari quburga aylandi ulardi. Va to'plaganlari o'zlariga ziyonga aylandi. Ana shu o'tgan qavmlarda tarixini Alloh taolo Qur'onda bizga qissa qilar ekan, shu narsa bilan biz ularni zikr qilyapmiz. Alloh eslab Qur'onda aytib qo'yganligi uchun eslayapmiz. Ulardan tashqari qancha qavmlar o'tib ketdi, ularni birortasini hech kim zikr qilayotgani yo'q. Alloh taolo siz bilan bizni Muhammad alayhisolamga ummat qilganiga hamd va sanolar bo'lsin va ne'matini shukr va yashashlikka nasib qilsin. Bugungi suhbatimizni inshaalloh mana shu Hud alayhisolamning qissasini davom etsak ham bo'laveradi. Ana shu Hud qavmini davomchilari bo'lgan mu'minlar Hud qavmidan ularning zurriyot haqida ketadi qissa. Bu Samud qavmi haqida ketadi. Hud alayhisalom arab millatiga millat deydi. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi, minhum arba'un minal arab dedi. Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan. Hud, Solih, Shuayb va nabiyuka Abu Zar dedi. Sizni payg'ambaringiz Abu Zar dedi. Solih alayhisalom Samud qavmiga payg'ambar qilib yuborildi. Mana Od qavmini shamol vayron qilayotgan paytda Hud alayhisalom 10 kishiga iymon keltirgan mu'minlar ana shu o'zlarini qishlog'ida edi. Chiqib ketishmagan edi. Mu'minlar bitta to'planib o'tirgan edi, shamol u uyda bu uyda atrofdagilarda haja'alahu karramin deydi, kul qilib, turpoq qilib chachib tashlayotgan paytda Solih va Hud alayhisalom va mu'minlar to'planib yashab o'tirgan uyga shamol tegmas edi. Ular vayron bo'lib yo'q bo'lgandan keyin ular bu qishloqqa tashlab chiqib ketishdi. Demak, Od qavmini faqat mu'minlar tirik qoldi. Faqat mu'minlar yashadi. Vaqt o'tishi bilan shayton yana vasvasa qildi. Insoniyat yana kufrga, shirkka qaytdi. Mana Nuh alayhisalom qissasida gaplashganmiz. Agar yomonlar yo'q bo'lib, yer yuzida hamma yaxshi bo'lib kelsa, qana bo'ladi ekan hayot degan savol kelsa, javob shunday bo'ladiki, shayton ham boshqa tashin davom etkazaveradi. Ana shu yaxshilar ichidan yomonlarni yana chiqarib kelaveradi. Yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy. Alloh tirikdan o'likni chiqaradigan zot, o'likni tirikdan chiqaradigan zot. Yaxshilardan ham Alloh taolo yomonlarni chiqarib qo'yaveradi. Chunki shaytonga Alloh taolo o'lmaslikka qiyomatgacha muhlat bergan. Insoniyat yana kufrga qaytdi. Alloh taolo bu safar mana Solih alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Solih alayhisalom. Solih
ibn Ubay, ibn Isa, ibn Mashih, ibn Ubay, ibn Hadir, ibn Samud, ibn Ad, ibn Iron, ibn Som, ibn Nuh alayhissalom. Solih alayhissalomda mana shajarasi Nuh alayhissalomga borib taqaladi, Hud alayhissalomdan va davomchilardan. Samud qavmi mana aytdik, Od qavmi Yaman yashagan deb aytgan edik o'tgan suhbatimizda. Ommon va Yaman orasidagi bo'lgan hududda. Ular ana shu Allohning balosi sodir bo'lgandan keyin Yamanni tark qilishdi va shimol jazirani, Arab jazirasini shimoliga ko'chib o'tdilar. Hijr degan joyda yashashgan. Qur'on Karimda mana Hijr, Hud, Ahqof degan bir suralar bor. Mana shu qavmlarning qissalari haqida so'z yuritadi. Astagfirullah va laqad kadzaba ashabul hijril mursalin. Ashu Hijr egalari mursalin elchilarni yolg'on qildi deydi. Ya'ni Hijrga bitta payg'ambar yuborilibdi akalar. Bu kim ekan? Solih alayhissalom. Lekin nimaga Qur'onda Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'on chiqildi deyapti? Xulosaski la nufarriqu bayna ahadin min rusuli deymiz. Shundaymi? Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz o'rtasini. Demak, bitta payg'ambarni inkor qilgan kishi hamma payg'ambarlarni inkor qilgandan barobar bo'ladi. Ulamolar bir aytadi, agar Musoga iymon keltirganlar, Musoga ergashganlar, Musoni payg'ambar deb taniganlar jannatga kirsa deydi. Biz albatta musulmonlar jannatga kiramiz, chunki biz Muso alayhisolamga payg'ambarimiz deb qabul qilganmiz. Agar jannatga faqat Iso alayhisolamga iymon keltirganlar, ishonganlar kiradi desa, biz albatta jannatga kiramiz musulmonlar, chunki biz Iso alayhisolamga payg'ambar deb qabul qilamiz. Yo'q, faqat Muhammad alayhisolamga ergashganlar jannatga kiradi desa, faqat biz kiramiz. Ya'ni biz payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan ajratmaymiz. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, Hijr egalari payg'ambarlarni yolg'onchi qildi deydi. Bitta payg'ambarni yolg'onchi qilishlik butun payg'ambarlarni inkor qilish bilan barobar bo'ladi. Demak, ashabul Hijr bu Samud qavmi, Solih alayhisalom yashagan qavm. Samud qavmi yashagan joy hozirgi kunda mavjud. Hali navaroda aytish kerak bo'lsa hozir aytib qo'yay. Hozir mavjud bu Samud qavmi yashagan, Alloh taoloning balosi yoqqan ana shu qavmlarda yashagan joy mavjud. Madinaning shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shu makon joylashgan bor hozir. Lekin qiladiki biz hajga borganlarimiz shu tezroq uyga qaytadigan g'am bo'lgani uchun unaqa joylarda ibrat olishga shoshilmaymiz. Tezroq uyga borib olaylik degan narsa bo'lib qoladi, amal tutkizib bo'lgandan keyin. Samud qavmi mana aytdik, Od qavmining zurriyotlaridan deb aytdik. Od qavmining bir hunari bor edi. Nima edi u? Tog'larda o'yib uy solishar edi. Mana shu hunarni ulardan egallashga o'rganganishgan edi. Va samud allazina ja'u as-sahra bil wadi dalaqtala. Samud tog'da uy o'yib turib uy solgan qavm deydi. Ya'ni otalar ana shu Od qavmidan o'rgangan hunarni ular o'zlarida buni saqlab qolishgan. Va ada va samud va qad tabayyana lakum min masakinihim. Va samud ularning makonlari sizlarga ko'rinib turibdi deydi Alloh taolo. Alloh taolo ularga tog'larni sizlarga uy solishlarini qanday bir ajoyib qudrat egasi ekanliklarini Qur'onda bayon qiladi. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Solih alayhisalom o'zining qavmiga aytadiki, ey qavm, Od qavmidan keyin sizlarni yer yuziga hukmron qilgan Allohni eslaysizlarmi? Sohillarda, uylarda, tog'larda qasrlarni qurasizlar, uylarni qurasizlar. Alloh taoloning ne'matlarini eslanglar, yer yuzida fasod tarqatuvchi bo'lmanglar. Ya'ni Solih alayhisalomning tilida Alloh taolo aytayaptiki, Od qavmiga Alloh taolo qanaqa ne'matni bergan bo'lsa, hammasini Samud qavmiga ham bergan edi. Od qavmida bo'lgan hammasi Samudda bo'lgan, lekin aynan ana shu Od qavmida bo'lgan kufr ham Samud qavmida bir marta takrorlandi. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. Xuddi Odning o'zi, sohilda uylar, tog'da qasrlar, bog'lar, ne'matlar, buloqlar. Samud qavmida, Od qavmida nima bo'lsa shu bor deyapmiz. Yana Samud qavmida, Od qavmida bo'lmagan bitta narsa bor edi. Nima edi u? Bu Od qavmi haqidagi ibrat xulosa bor edi.
Xuddi shu ne'mat Samudga ham takrorlandi va Samudga Alloh bitta narsani berdi. Sizlardan bo'lgan yashagan oq qavmi shu ne'matlarga, sizlarda bo'lgan ne'matlarga shukr qilmadi, biz ularni halok qildik degan xulosasi bor edi. Siz bilan bizda nima bor? Siz bilan bizda ana shu o'tgan ummatlarda hammasini holidan ibrat bor bizda. Biz ibrat olishimiz kerak. Agar kim dunyoda qo'yayotgan bo'lsa, oq qavmini ko'rsin. Ko'chalardagi g'ishlari pullardan kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi oxiri? Agar biz amalda qo'yayotgan bo'lsak, Fir'avnni ko'raylik. Nima bo'ldi? Agar hukmron bo'lib ketgan bo'lsak, Namrudni qaraylik. Bitta choloq boshqa bunniga kirib o'ldirib qo'ydi. Insonning qadr-qiymati qo'lidagi dunyosi bilan o'lchanadigan bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Kiygan kiyimi, mingan mashinasi bilan o'lchanadigan bo'lib qolgan. Vaholanki insonning qadrini Alloh taolo bu narsalar bilan o'lchamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Agar bu dunyo deydi, dunyodagi jamiki boyliklar bilan Allohning huzurida chivinning qonatishalik qadri bo'lganida, chivinning o'zi qancha vazni bor? Endi qonatning qancha vazni bo'ladi? Ana shu chivinning qonatishalik qadri Alloh uchun bu dunyodagi boylik deydi. Agar shunaqa qadrli narsa bo'lganida dunyo matosi, kofir bu dunyoda bir tomchi suv ichmagan bo'lardi. Lekin nima qilaylikki, biz o'lchovlarimiz, qalbimizdagi o'lchovlarimiz buzilganligidan insonning qadrini dunyo matosi bilan o'lchaydigan bo'lib qolganmiz. Yoki bu o'lchovlar insonlar o'zlari uchun qo'yilgan yerda betidagi o'lchov. Ertaga yerda tagiga 2 metr pastga ko'milgan paytimizda bu o'lchovlar yerda betida qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi, inson o'lganda qabristonga 4 ta elchi bor orqasidan. Boyligi, obro'si, amali va bola chaqasi. 3 tasi qaytib keladi shundan deydi. Faqat amali qoladi deydi. Mo'min odamning qadri taqvosi bilan bo'ladi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh huzurida sizlarga eng hurmatli bo'ladilar, taqvodorlar deyapti. Samud qavmi dunyodagi hamma ne'matga erishgan. Dunyoda hukmron bo'lgan yakka ular. Ularda hamma narsa bo'lgan. Ya'ni biz siz bilan intilayotgan jamiyat narsa bo'lgan, lekin iymon bo'lmagan ularda. Shuncha ne'matga qaramasdan qavm bari kofirlik ichida qolaverdi. Alloh o'zidan o'zlarini birodari bo'lgan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yuboradi. Solih kim edi? Solih alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmidagi hakim, solih kishilardan edi. Qavm o'rtasida bo'lmay qolgan, kelisholmay qolgan masalalarini, ba'zi ishlarni maslahatini hal qilgani muammolarni Solih alayhissalomning oldiga kelishardi. Ya'ni hurmatli joyda avtoritet odam bo'lgan. Qachonki la ilaha illallohga chaqirganda inkor qilishdi. Shunday bo'lar ekan o'zi. Harom kelganda ikkita birodar kelishmay qolaverar ekan. Biri harom, buni qilamiz desa, biri harom, buni qilmaymiz derken shu yerda ekan bo'linib ketaverar ekan. Nuh alayhissalom, Parvardigoro o'g'li cho'kib ketgandan keyin, oilani saqlab beraman dedim. Seni va'dang haq edi. O'g'lim meni oilamdan deb Alloh taolo nima dedi? Innahu laysa min ahlik. U seni bola emas edi, seni oilangdan emas dedi. E'tiqod masalasi kelganda, kufr bilan iymon kelganda, u qarindosh urush aloqalari uziladi dedi Alloh taolo. Nuhga Alloh taolo, seni o'g'ling emas u. Demak, aqida masalasi musulmonni birlashtiradi bir-biriga. Aqida masalasi la ilaha illalloh ikkita. Umuman xilma-xil millatdan, xilma-xil yerda bo'lgan odamlarni ota-bolalar yaqin qiladi. Endi ota-bola bo'lsa-ki, biri musulmon, biri kofir bo'lsa, o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda zikr qilyapti. Astagfirullah, qalu ya Solih qad kunta fina marjuwan qabla hada. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Ya'ni Solih alayhissalomning o'zini qavmida hurmati balandligini Alloh Samudda tili bilan bayon qiladi bizga. Aytishadiki, ey Solih, mana shu kalimani aytishlikdan burun ichimizda hurmatli yaxshi odam edingmi? Ota-bobolarimiz sig'inib kelgan butlarga ibodat qilishdan qaytarasanmi? Seni chaqirayotgan narsada biz shubhamiz bor. Seni ishonmaymiz payg'ambarliging. Ya'ni o'zlari e'tirof qilyapti. Sen yaxshi odam eding biz ichimizda. Lekin la ilaha illallohga chaqirgan paytda yomon bo'lib qolyapti. Astagfirullah, qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh huwa anshakum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna robbi qaribun mujib. Ey qavm, sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'q, faqat ungagina ibodat qilinglar. Sizlarni yer yuziga hukmron qildi, unga istig'for qilinglar. So'ngra tavba qilinglar. Alloh qaribun mujib bo'lgan zot. Hud alayhissalom o'zini qavmi otni qanday ogohlantirgan bo'lsa, Samud qavmining payg'ambari Solih alayhissalom xuddi shunday narsani takrorladi. Aqiya zikru alayhi min baynina bal huwa kadzabun ashir. Alloh taolo aytadi Qur'onda, qavmi nima dedi? Kelib senga tushdimi zikr?
Senga keldimi payg'ambarlik? Balki sen kazzobdirsan, yolg'onchidirsan. Qalu innama anta minal musahharin. Sen sehr ko'rganlardan bo'lib qolsan. Solih alayhisolamga bir qancha odamlar iymon keltirgan bo'ldi. Samud qavmi ularni masxara qilib, "Sizlar Solihga iymon keltirdinglarmi?" Ha degan javob berishganda, "Biz kofirmiz bu narsaga" deydi. Subhanalloh, biz hozir bir bo'lib o'tgan ishlarni bir hikoya qatorida eshitib qo'yapmiz, lekin bu narsa sodir bo'lganda, ana shu kufrni keltirib turgan paytdagi odamlar ularni nima kutib turganligini bilganida ha bo'lardi ekan. Biz oxirni bilamiz. Bizga narsa bu qattiq ta'sir qilyapti, lekin insonlar boshiga kelmaguncha ko'zi ochilmas ekan. Hasan Basri aytganda, insonga o'limdan keyin boshqa ma'ruzani keragi yo'q. Solih alayhisolamdan shu bilan olgan bo'lishdi. Ya'ni sen naqsan, sen biz oldimizga kelding, bizni boshimizga musibat, bizga bir balo keladi. Qolu tayyarna bika va biman ma'ak, qala ta'irukum indalloh bal antum qawmun tuftanun. Bizdan nari bo'l. Qachon bizga yaqinlashadigan bo'lsang, bizga musibat yetadi. Sen shumsan. Solih alayhisolam bunga javob beribdiki, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني إلا تقصير. Ey qavm, agar Alloh menga o'zining rahmati bo'lgan payg'ambarlikni bergan bo'lsa, Allohga osiylik qilsam shundan keyin kim meni Allohning balosidan saqlab qoladi? Axir aql yurgizmaysizlarmi? Va sizlardan bu qilayotgan ishim uchun mukofot so'rayotganim yo'q-ku. Mening mukofotim Robbil alaminning zimmasida-yu. Aql yurgizmaysizlarmi deydi. Ya'ni mana shu da'votimdan men dunyo matosini orzu qilayotgan bo'lsam, dunyoda ta'ma qilayotgan bo'lsam, sizlardan mukofot talab qilgan bo'lmasmidim? Aql yurgizmaysizlarmi deydi. Juda ko'p bir xiloflar bo'ladi. Solih alayhisolamga qavmi iymon keltirishidan bosh tortadi. Shunda ana shu nodir qissalardan biri shu yerda ro'y beradi. Ular aytishadiki, hamma payg'ambarlar mo'jiza keltirgan. Sen quruq gapingga biz iymon keltirmaymiz. Sen bizga mo'jiza keltirding. Mana shu yerdan boshlanadi qissaning asosiy qismi. Aytishdiki, biz deyishdi ana shu qavmini malolar bu qonni to'g'lari. Haligi zuvorasi katta olingan odamlar bizda tushuncha bizni aytganda. Qavmini boshqaradigan peshvolari. Odatda payg'ambarlarga doim kambag'al bechora noto'g'rilar iymon keltirgan. Chunki ularda Allohga ehtiyoji ko'p bo'lganda, so'radigan narsasi ko'p bo'lgan. Shakar tugasa ham Alloh deydi, yog' tugasa ham Alloh deydi. Endi qoni qusog'i to'g'ri bo'lsa, u puli bilan xalq qo'yayotganga o'xshaydi nazar, shuncha Alloh demaydi u. Ulamolar aytgan, bor odam kofir shirk keltirib qo'yishga yaqin yuradi. Kambag'al odam kofir bo'lib qolishga yaqin yuradi. Nima degani bu? Boy odam hamma narsani puli bilan, hamma narsani bir moli bilan xalq qilib turib, qo'limdan hamma ish keladi, pulim bilan bu problemani hal qilib olaman deb turib, shirk keltirib qo'yishlik xavfiga yaqin yurar ekan. Endi kambag'al odam kufrga yaqin yuradi dedik. Nima degani? Bu kambag'al odam halol bo'lib ibodat qilsa ham ko'proq bir rizqiga bog'liq kelib ketavermasa, qiyinchilik bilan ozgina yashaydigan bo'lsa nima der ekan? Xudo Alloh o'zi deb orar ekan. Yana bir odamlar aytishdi, shu o'qimishli odamlardan, ziyoli odamlardan, akademik bo'lganlardan, Xudoning ishonmayman, nima deydi? Xudo bo'lsa, odamlar shuncha qiynalganini ko'rib turib, tek qo'yib qo'yamadi. Subhanalloh, bu dunyo imtihon emasmi? Akademik bo'lib, lekin Alloh taolo qalbini ochmoqda. Bu odamda aqlli demaydi Alloh taolo. Agar bir insonda aqli Allohni tanimasa, u aqlli emas. Bir odamda o'qigan ilmi Allohni tanimasa, bu ilm emas. Bu gaplab qo'yish, chiroyli gapirib qo'yish ilm emas. Agar Allohni tanimasa bu aqli, bu odam aqlli deyilmaydi. Agar dunyoda iymon keltirganlar hayoti zo'r bo'la olsa, unda yaxshi yashash uchun ham iymon keltira olmaydimi? Alloh taolo kimni dunyo bilan sinadi, kimni faqirlik bilan, kimni kasallik bilan imtihon emasmi bu? Bu akademiyada ahli joyda emas ekan. Chunki la ilaha illalloh qo'shib ishga ketaversa, unda nima imtihoni qizib qoladi? Shunday emasmi? Ana shu qavmini, mana shu qavmi qursog'i to'q, zuvoz katta zulgan ma'lumotlar aytishdiki, ey Solih deyishdi, mo'jiza keltir. Lekin to'g'ri kelgan mo'jizani qabul qila olmaymiz. Mo'jizani biz o'zimiz nima qilamiz? Buyuramiz, zakaz qilamiz. Subhanalloh.
Agar Alloh iymon berishini xohlamasa bir bandasiga, millionta mo'jizani keltirganda ham subhanalloh va balo. Iso alayhisolamga qavmi aytadi: "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushishlikka qodirmi?" deb so'rashdi. Ya'ni yer deyapti. Biz ham odamlarga o'xshab. Allohdan qo'rqinglar agar iymon keltiradigan bo'lsanglar. Tushib ko'raylik, inaki iymon keltiramiz dedi. Iso alayhisalom Allohdan so'radi: "Parvardigor, bizga moidani tushirgin." Qur'onda mana moida degan sura bor. Allohning oxirgarimizga bir ziyofat bo'lsin va sendan bir mo'jiza bo'lsin. Alloh taolo nima dedi? Men mana shu dasturxonni tushiraman. Lekin shundan keyin ham kofir bo'lganlarda hech kim azoblamagan azobimni azoblayman dedi. O'shuning uchun jahannamda eng tubida Fir'avn bo'ladi deyiladi. Yana mana shu dasturxon egalari bo'ladi. Chunki Alloh taolo Adxilu ala fir'avna ashaddal azob. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avnni jahannamda eng tubiga otishinglar dedi. Shu dasturxon Alloh taolo ko'zini oldida dasturxon tuzilgan tushdi. O'tirib Iso alayhisalom sahih rivoyatlar. Iso alayhisalom yashagan shahardagilar hammasi o'tirib yeyishdi. Yana kofir bo'lishdi. 12 tadan oshchoqlar iymon keltirmadi. Bu nima degani? Bu yerda o'tirganlar birorta mo'jiza ko'rganlar yo'q hali. Birorta tuyani yoki birorta bir osmondan tushgan mevani lekin iymon keltirdi-da, birodarlar. Ularga xuddi shu bo'lib payg'ambarimiz zamonida yashagandan ko'ra keyin yashab iymon keltirgan afzal emasmi? Insonda qadr dunyosi bilan o'lchanmaydi dedik, iymon bilan o'lchanadi dedik. Demak, bizni qadrimizni Alloh baland qildi. Endi shukrni ado qilaylik, Alloh ziyoda qilib bersin. Agar shukrni ado qilolmasa, Alloh qotib qo'yaman deyapti. Insonda iymondan ayirib qo'yadigan amali bo'lishi mumkinmi deb ulamolar so'rar ekan, ulamolardan. Inson e'tiqodda kofir bo'ladi. Arada bo'lsa kofir bo'ladi, namoz o'qimasa bo'lsa kofir bo'ladi, e'tiqoddagi kufr. Endi amalda-chi desa, 3 ish aytgan ekan ulamolar. Mana shu bizga berilgan iymondan ayirib qolishimizning 3 ta ishi bor ekan. Birinchisi, shu deb iymonda shukri ado qilinmasa, Alloh olib qo'yishi mumkin der ekan ulamolar. Eshityapmiz-a mana shu masalalarni? Shunga amal qilmasak, shukrni ado qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi, iymondan ayrilib qolishi mumkinlik xavfi bo'lmasa insonda. Alloh iymondan olib qo'yishi mumkin degan qo'rquv bo'lmasa musulmonda, Alloh olib qo'yishi mumkin. Va musulmonlarga ziyon yetkazadigan bo'lsa, qasd qilib, shu odamdan ham iymon olib qo'yishi mumkin deb marhamat qilgan ekan ulamolar. Shukrni ado qilmasalar iymonda, iymondan ayrilib qolishning xavfi bo'lmasa ishlarda va musulmonga ziyon yetkazishlikni kasb qilgan bo'lsalar, iymonda Alloh olib qo'yish ehtimoli bor deb aytishgan ekan. Sen rost payg'ambar bo'lsang bizga mo'jiza keltir, lekin to'g'ri kelgan mo'jizani biz qabul qilmaymiz. Ana shu gapni yodlashib turishganda bir katta bir xarsang toshni olib o'tirishar edi. Bittasi aytdi: "Mana tosh yorilsin" dedi. Ichidan tuya chiqsin dedi. Boshqa kulishdi maza qilib. Masxara qilishyapti. Yana bittasi aytdi: "Bu tuya dedi, rangi qizil bo'lsin" dedi, yana kulishdi. Hali yo'q narsani ko'pirtirish bo'ladi-ku. Qonunda qanasa bo'lsa, desa, unchida maraqasi bo'lsa, unda qo'shaveramiz-ku. Bo'lmaydigan narsa bo'lganligiga qo'shaverasiz-da. Qo'shaverdi. Rangi qizil bo'lsin deyishdi. Yana kulishdi xoholashib. Yana bittasi qo'shimcha qildi: "Juni uzun bo'lsin" dedi. Tuyani juni uzun bo'lmaydi o'zi. Yana xoholab, yana bittasi qo'shdi. Shunaqa katta bo'lsinki, bir kun biz ichadigan suvni kechgacha o'zi ichadigan darajada katta bo'lsin. Bir kun suvni u ichsin, bir kun biz ichaylik dedi. Yana kulishdi. Yana bittasi aytdi: "Qonida 10 oylik bolasi ham bo'lsin" dedi. Yana kulishdi. 10 oyda tug'adi tuya, agar bilmasa bilib olaylik. Ya'ni mo'jizani zakaz qilishdi, bizni til bilan aytganda.